Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika Davlat Majlisidagi guvohlik berish yig'inida Uyg'urlar masalasi nuqtaliq muhokama qilindi. Wall Street jurnalida Xinjiang haqida maqola e'lon qilindi. Qozog'istonda prezident saylami o'tkaziladi. Dunyoda insonlarning o'rtacha umr ko'rish nisbati oshdi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Amerika Dövlət Məclisi qarmağındakı Şərqi Asiya, Tinch okean və Xalqara tor bexəterlik komiteti 9 aprel günü düşdən burun direksiyon zalında məxsus guvahlıq beriş yığını içib, Xitayning inson haqları, demokratiya və qanun orqali idora qilish sohasidagi ifodalariga yana bir qitim qarab chiqdi. Bu qitimqi guvohlik berish yig'iniga Kengash palata a'zosi Cory Gardner riyosatchilik qildi. O oldi bilan 2018 yil rasmiy qonunga aylangan Osiyo ishonch tashabbusi qonun loyihasida aniq qilib inson haqlarini himoya qilishning Amerika tashqi siyosatida muhim o'rin egallashi ta'kidlanganligini, shuning uchun Amerikaning inson haqlari dafsandichiligi og'ir bo'layotgan Sharq Osiyo rayonidagi masalalarga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotganligini bayon qildi. Orqadan bu jihatdagi dafsandichilikning yaqin ahvolini bayon qilishga taklif qilingan Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi Roshan Abbas, Xalqaro Tibet harakatining muavin raisi Pujung Sering, Rohingya Müslümanları Təşkilatının rəisi Tünkin Əpəndi qatarlıq 3 guvohchini tonuşturub ötdi. Edward Markey sözüdə bu qitimqi guvohlik berish yig'inining ovozsizlarga ovozini chiqarish fursati berish zo'rin ekanligini, Amerika hukumatining o'z qilishga tegishli bo'lgan inson haqlarini himoya qilish sohasida davomli o'z burchini ado qilishi lozimligini ta'kidladi. O buning ulapla navbatda Xitoy hukumatining yuqori fan texnikadan foydalanib, butkul Sharq Turkiston diyorini mavhum turmaga aylantirib bo'lganligini, allaqachon milliondan ortiq Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligini, yana kelib Xitoy hukumatining bu haqdagi reallikni oshkorlamoqchi bo'lganlarga tahdid selayotganligini, bu xildagi tahdidga uchrayotganlarning Amerikadami xeli ko'pligini bayon qildi. Guvohchilarga so'z qilish fursati berilganda oldi bilan Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi Roshan Abbas o'z qarindoshlarining hozir yuqori pallaga chiqayotgan tarbiyalash markaziga yo'llash harakatining qurboniga aylanayotganligini, buning eng muhim sabablarining biri hozir o'zining Amerikadagi so'z va fikr erkinligi haqlarini joriy qildirib, Uyg'urlarga munosabatlik faoliyatlarda aktiv bo'lganligidan Xitoy hukumatining o'ch elish qo'yida bo'layotganligi ekanligini, shuningdek lagerlar qamalayotgan Uyg'urlarning xuddi o'z qarindoshlariga o'xshashla jismoniy, ruhiy va moddiy jihatdan og'ir qiynoqlarga duch kelayotganligini, bu kishilar orasida Amerika fuqarosi bo'lgan ko'plagan Uyg'urlarning necha o'nlab urug' tuqqanlari borligini, jumladan chet eldagi barliq Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini ta'kidlab o'tdi. O yana navbatda lagerlar qamalayotgan necha millionlagan Uyg'urning birli gunohi faqat ularning Uyg'ur va musulmon bo'lganligi, madaniyati va diniy sohasidagi barcha mazmunlarning yo'qotilayotganligini, Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlanayotgan qabih qilmishlar sababli Uyg'urlarning hozir bir inson sifatida yashash haqlarining muqammaganligini so'zlab o'tdi. Roshan Abbas oxirida Amerika hukumatining yer shari Magnitsky qonunini ijro qilib, Sharq Turkistondagi bostirishda javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolashini, muhokamaga sunilgan Uyg'urlarga munosabatlik 2 qonun loyihasini ma'qullashni, shuningdek Sharq Turkistondagi zulmni dunyoga texmo yaxshi anglatish uchun Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining anglatish vaqtini bir qatlashni alohida talab qildi. Berma Rohingya Müslümanları Təşkilatının rəisi Tünkin, Rohingya Müslümanlarının etnik cəhətdə qırğınçılıqlarga duçar bo'lganligini so'zlab, dunyoning bu ishlarga qarata bir amaliy harakat qo'llanishi lozimligini ta'kidladi. Hamda Rohingya qirg'inchiligida Xitoy hukumatining muhim omil ekanligini bildirdi. Mazkur yig'inga har qaysi axborot vositalari, Amerika hukumatining munosabatli xodimlari va har soha kishilari qatnashdi. Amerikadagi nopuzliq axborot organlaridan Wall Street jurnalida Xinjiang partikomi sekretari Xinjiang haqida maqola e'lon qilingan. Maqolada Uyg'ur avtonom rayoniga 2016 yil yo'tkab kelingandan beri qattiq qo'lliq boshqarish siyosatining boshlamchisi sifatida tonilayotgan Xinjiangning Uyg'ur eliga yo'tkab kelinishidagi sabablari tafsili tushuntirilgan. Maqola avtorining bayon qilishicha, 1955 yili Xenan o'lkasida tug'ilgan Xinjiang 1980 yili Xenandagi ma'lum bir nahiyaning boshlig'i bo'lgan. U dastlabda 1999 yilda Falun Gong muridlariga zarba berish harakatida aktiv xizmat ko'rsatib ko'zga ko'ringan. Ondan u 2009 yili Xibey o'lkasiga muavin o'lka boshliq qilib yo'tkab opirilgan va bu joyda yangicha boshqarish usulini yo'lga qo'yib, uni o'lkaning markazi Shijuazhuangda sinab qilgan. Bu jarayonda nihoyat mukammal sistemlashgan soqchixonlarni umumlashtirib, nazorat va bexatarlik tadbirlarini kuchaytgan. Xinjiang 2011 yil Tibetga o'tkazgandan keyin Tibetda 700 soqchi punkt qurgan. Tibetlarning milliy kimlik ideyasini so'zlashtirish, ularning Xitoylar bilan to'ylashni ilgari surish, kadrlarni Tibet oilalarining uylariga yerlashtirish, Dalay Lamaga cho'qingan Tibetlarni qayta tarbiyalash sinflariga avatish qatorliq siyosatlarni boshlagan.
2016 yılı Şərqi Türkistan'a yötkəlgən Çinçuango yuqoridagi bu bütün təcrübə siyasətlərini yoğurub, Şərqi Türkistanda neçə həssi küçəytib icra qılğan. Texmi mühimi bundaq zalimlarca siyasətlərini yuqori dərəcəlik fən texnika bilan birləşdirgan qısqagina 2,5 yil ichida 7700 qulaylik saqchi punkti qurilgan. 3 milliondan oshiq kishi lagerga qamalgan. Yuqori texnikalik nazorat va tadbiqlash ishga oshirilgan. 100 ming nafar saqchi va bexatarlik xodimi qabul qilish e'loni berilgan. Uyg'ur elining bexatarlik xarajati 2 qatlanib 8,5 milliard dollardan oshib ketgan. Maqolada bayon qilinishicha, uning natijalari Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining olqishiga erishgan va u 2017 yili 25 a'zodan tarkib topgan siyosiy byuroga kirgan. Uning amdiki nishoni 7 kishilik siyosiy byuro doimiy hay'atiga kirish ekan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev prezidentlik uchun 9-iyun kuni muddatdan burun saylam o'tkazilganligini uqtirdi. To'qayev davlatlik televiziya kanali orqali xalqqa bayonot e'lon qilib, Qozog'iston Jumhuriyatining qurg'uvchisi sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning soyasida mustahkam bir davlat qurib chiqib, taraqqiy ham nopus topqizganligini ta'kidlab mundaq degan. 9-iyun kuni muddatdan burun prezident saylami o'tkazilishi to'g'riliq qaror chiqarganligini, sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning yetakchiligida Qozog'istonning xalqaro jamiyatda muhim o'ringa ega bo'lganligini, navbatda butkul dunyo ellari tarafidan e'tirof qilinganligini, jumladan nihoyat zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirayotganligini, Qozog'istonda hokimiyat beshidagilar davlatning muqimligini saqlab qolgan asosda asosiy qonunga uyg'un shaklda almashdi. Buning turkisida xalqaro jamiyatning Qozog'istonga bo'lgan hurmati hasilab oshganligini, hamda navbat siyosiy va ommaviy mosliqni ishga oshirib, iqtisodiy va ijtimoiy nishonlarga yetish uchun qadam tashlashga, kunsiri olg'a ilgirlashga va muqimsizlik ommallarini parchaqlab tashlash vaqtining kelganligini, butkul dunyoning vaziyati yaxshi bo'lmagan shaklda o'zgarayotganligini ta'kidlab, darhol saylam o'tkazib, Qozog'iston davlatining ichki tashqi siyosatining izchilligini, kelajagini va muqimligini xalqning ra'yiga sunishga to'g'ri kelganligini bildirdi. Shundaqla Qozog'istonning demokratik bir davlat ekanligini eskartgan To'qayev prezidentning xalqning irodasiga asosan saylanganligini ta'kidlab, prezident bo'lish sifatim bilan saylamning odil, ochiq oshkora va durustlik muhiti ostida o'tkazilishiga kafolatlik qilaman dedi. To'qayev nutqidan keyin prezident saylamining 9-iyun kuni o'tkazilishiga aloqador qarornomani imzolaydi. Qozog'istonni oda 28 yil boshqargan Nursulton Nazarboyev 19-mart kuni vazifasidan ayrilish to'g'riliq qaror chiqarganligini e'lon qilgan. Hamda vazifasidan istifa berishga munosabatli qarornomani imzolagan edi. 20-mart kuni o'tkazilgan qasam berib vazifa topshirilish murosimi orqali vaqtli prezident bo'lgan To'qayevning vazifa o'tash muddati 2020 yili oxirlashadi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı doklad e'lon qilib, o'rtacha umr ko'rish nisbatining oshganligini, taraqqiy qilgan davlatlarda bu nisbatning texmo yuqoriligini bildirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı e'lon qilgan Dünya Səhiyyə statistika dokladiga asoslanganda 2000 yildan 2016 yillargacha o'rtacha umr ko'rish nisbati 5 yil eshib 66,5 yoshdan 72 yoshga chiqqan. Dokladda ko'rsatilishicha, o'rtacha umr ko'rish nisbati kishi beshiga tushgan kirim izchil holda belgilash xarakterlik rol o'ynagan. Kirim manbasi tuvan bo'lgan davlatlardagi o'rtacha umr ko'rish nisbati kirimi yuqori davlatlarga solishtirganda 18,1 yil tuvan ekan. 2019 yilda 75 million o'g'il, 68 million qiz bo'lib, jami 141 million buvaqning tug'ilganligi taxmin qilingan. O'g'illarning 69,8 yil, qizlarning 74,2 yil yashaydiganligi qayd qilindi. Dokladda yana Yaponiyaliklar bilan Shveysariyaliklar eng uzun umr ko'rdigan bo'lib, Yaponiyaning o'rtacha umr ko'rish nisbati 84 yosh, Shveysariyaning 83 yosh ekan. O'rta Afrika Jumhuriyati bilan Lesotoda kishilar 52 yoshdan 53 yoshgacha umr ko'rdigan bo'lib, o'rtacha umr ko'rish nisbati eng tuvan davlatlar ekan. Tunji qatim jinsiyatni asos qilgan o'rtacha umr ko'rish nisbati statistika qilingan dokladda taraqqiy qilgan davlatlarni o'z ichiga olgan holda ayollarning erlarga qaraganda uzun umr ko'rdiganligini bildirdi. Ayollarning erlarga qaraganda səhiyyə xizmatlarga erishish nisbatining yuqori ekanligi, erlarning oldini olishga bo'lgan yoki davolab saqaytqil bo'lgan kasalliklar va qatnash vaqasi bilan o'lib ketish nisbatining ayollarga qaraganda yuqori ekanligi eskartildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.